Kontiner profilidan G shaklda bir skatli navisimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tayyor bo'ldi. Bu joyimizda 20 kunda hamma material, ustalar, hamma narsa o'zimizdan olib kelib tayyorlab berdik. Bu joyimiz 320 kvadrat joy. Firmalarimiz orasi 1 metrdan qo'yganmiz. Ustunlar orasi 5 metrdan. Oldi kirish 7,5 metrga qo'yib berganmiz. Katta orani bu firmalar tepada rekalari shipirga tayyor qilib berdik. Shipirman tunuka ham qotiradi bo'ldi. 1 metrdan qo'yganimiz sababi firmalar orasida loy bosiladi bekka. Shotili variantda bo'lgan. 30 metrgacha biznesni olib beramiz. Katta zanalar, ishlab chiqarish zavodlar, to'yxonalar bo'lsa. Xizmatimiz bizda O'zbekiston bo'ylab mavjud. Har bitta qilgan ishimizni kanalimizga qo'yib boramiz, kirib ko'rilasizlar. Har turdagi uylar, fasonlar, har qanday zanalarni ustini tom qismini yopib beramiz. Bu ko'rinishi bu shaklda bo'lgan. Stullarni oldindan o'rnatib berganmiz. Chelaka bo'laydi uradi. Devormi, penami, ustiloq bitta devor orasida. Mana bu tomonga urilgan mana. Chelaka bo'lay. Ustidan qolgan ichida. Naryoqlarga. Bu oxir darvozaxonani oldi. Xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Borib, ko'rib, kelishilgan holatda arzon narxda olib beramiz.